Assalomu alaykum chorvadorlar, akalar, ukalar. Kimga nomerading bo'g'ozlardan zaril bo'lsa, mana mollarimizni ko'ringlar, akalar, ukalar. Qora ola, qizil ola, rossiyskiy nomerading mollar bor. 2 dona ikkinchi tug'ishi bor. Qolgan hammasi birinchi tug'ish. Mollarimiz bir-biridan zo'r, o'ta ham chempion mollar, hammasi yetilib boryapti, xudo xolasa, hammasi 7,5 oylikdan boshlab 8,5 oylik abag'idagi mollar, akalar, ukalar. Juda ham original mollar. Kim qiziqsa shu mollarimiz sotiladi. Bo'ylari 1,5 metr plus minus deg mollar hammasi. Ko'ringlar, yo'qsa tanlab olaverasizlar. Hammasi bir-biridan zo'r bo'lmasa hisob bas. Tanlab olaverasizlar o'shalar, mashinalar ichidan ham hammasidan zo'rni-zo'rnidan tanlab olaverasizlar, juplab. Kimga zaril bo'lsa, srochniy sotiladi shu mollarimiz. Ko'ringlar, yoqqanini tanlab olaverasizlar. Birinchi tug'ish original mollar xullas. Metta yangi qochayotgan rossiyskiy xunajinlarimiz ham bor. Mana janavorlar. Ikkita buqamiz ham bor sotiladigan mana. Monisi qochdi uji. 100% qochdi mashinasi. Chu janavor. Chu. Hayda baqa. Toza rossiyskiy. Ikkita semental novosimiz ham bor. Pachka bo'lib qolganidan bor. Juda ham original, birinchi sort buqalar. Ikkosi ham 100 talega. Kim qiziqsa shu mollarimiz sotiladi. Mana shu nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar, tanlab olaverasizlar. Hammasi zo'r mollar. Zo'rini olaman deydigan kelaveradi, tanlab olaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'ta ham chempionlari bor. Pachka bo'lib ketganlari bor.